Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining xalqaro siyosiy sahnalardagi ta'sirchanligini yanada oshirish va faoliyatlarini jonlantirish maqsadida dunyodagi asosli siyosiy markazlar hisoblangan London, Berlin, Bruksel, Parij, Washington shaharlarida ilgari keyin bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining maxsus ishxonalarini ta'sis qilgan edi. Shu qatorda Turkiyaning Istanbul shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfini qurib chiqildi va Turkiya hukumati tomonidan rasmiy yo'sinda qonuniy ro'yxatga ilingan mazkur vaqfa navbatda o'zining faoliyatlarini uzluksiz jonlantirib kelmoqda. Sizlarni İstanbulda qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi haqida yanada atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga mazkur vaqfining raisi va 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining Turkiyada yangidan saylab chiqilgan vakili Abdurashid Abdulhamid apandilarni alohida taklif qildik. Hurmatli Abdurashid apandim, oldi bilan programmamizga xush keldingiz, qarshi olamiz. Hoş bulduk. Rahmet. Hurmatli Abdurashid Abdulhamid apandim, oldi bilan İstanbulda qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfining qurilish maqsadi va ilib boradigan asosli xizmatlar haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Aldı bilen barlıq Şarkı Türkistanlık qarindoshlarga chin ko'nglimdan salom yo'llayman va shundaqla hammasiga tindan salomat bo'lishini Janob Allohdan tilayman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfining qurilish sababi asosli biraz evvel siz deb o'tdingiz. Dunyodagi asosli siyosiy markazlarida Dunyo Uyg'ur qurultiyining ishxonalari va sho'balari ochildi. Türkiye bulutmu İslam dünyasında mühim orunda turduğun bir devlet. Keyinki vaqtida Avrupa ve Amerika qatorliq g'arb davlatlari bilan Türkiye o'rtasidagi munosabatlarninki yaxshi bo'lmasligi sababidan Türkiye'ninki sharq tarafga bulutmu işte Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarga yiqilishi ko'rilayotgan bir ahvol edi. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki dunyoda Şarkı Türkistan asırda Kazakistan'dan kalsa en köp Şarkı Türkistan'dan yaşayan bir devlet olan Türkiye'de işhalsınınki veya şöbüsününki buluşu bir zövrü tepilgan bir hadise idi. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyi icraiya komitetininki bir neçe qatımdaq yığıllarda 2019 yıllarda mı görüşülgen bulup en ahire şu 2020 yılların başlarda bu dernek şeklinde olsun veya ki vakıf şeklinde olsun diyen məsləhətlər qılınıb en ahire vakıf şekilde kuruluş karar kılınan oldu. Çünkü şöyle kuruş veya ki ayrım bir temsilcilik etiş için bununki resmiyetleri nait köp resmiyet gidiyorken ayrım şekilde kurulan dernek veya ki vakıf ondan tekrar asan bulurken şunlaşka bununki vakıf şekilde kuruluşu kararlaştırılan bulup 2020 yılındaki başlarda bu karar edildi. Anlaşılan bu pandemi münasebetiyle COVID-19 dünyanın hamiyeti yamırap gidip 7. aya kelgan vaqtda uning rasmiy qurilish murojaatimizni Turkiyaning mahkamalariga qilgan bo'ldik. Oxiri 2020 yili 25 dekabr kuni rasmiy shaklda mahkamadan qurilish tasdiqi chiqqan bo'ldi va 1-oyning 3-kuni Turkiya rasmiy gazetida e'lon qilinib, butun kamuoyga, jamoatchilikka e'lon qilingan bo'ldi. Endi bu süreç bir aylık itiraz vakti badep parlagan boğaçka, ikinci ayağışlık boğa aralıkta biz bunu açıklamayı asasiyatten özara bilip tuttuk. Bununki kuruluş sebebi muşu. Hem de kuruluş maksidi kelsek, Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfininki maksidi Şarkı Türkistan'da bulavatkan hadiselerini bütün dünya cemaatçiliğe, akbarat organlarına bildiriş ve üyedeki insan hakları yani kişilik hukuk depsendiçiliklerini kampını ve şuna münasebetlik barlık hadiselerini dünya ve Türk cemaatçiliğe bildiriş maksat kıldıran. Onun sırtı da Şarkı Türkistanlıklarındaki özara birbirine yardımcı muhitini tekimi güçlendiriş, hazırlıkçılık Şarkı Türkistan davası olsun veya ki başka teşkilatlara a'zo bulup kirmegen bir Türk'ün qarindoshlarimiz bu davanınki sepiga qetish, onun sırtida yardımga muhtoj bo'lgan Şarkı Türkistanlık qarindoshlarımizga imkonlar yar bergan ölçüde yardımcı buluş, üniversitede o'qiyotgan o'quvchilarimizga imkonlarimiz yar bergan ölçüde o'qish yardım puli ta'sis qilish,
va shunga o'xshash har xil ijtimoiy taratqulardan foydalanib Sharq Turkiston masalasini anglatish, ondan keyin kitob, jurnal, hujjatli film qatorliq har xil sohalarda Sharq Turkistonda tunutish, mushu sohani o'z ichiga olgan barliq ishlarni Turkiyadagi veya chet eldagi munosabatlik tashkilotlar, shaxslar bilan hamkorlik ichida elib berish. Vaqfninki asosli maqsadi qurilish jarayoni va qurilish maqsadi mushu. Rahmat hurmatlik Abdurashid Abdulhamid efendim. Yuqorida Turkiyadagi Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqtining qurilish jarayoni va qurilish maqsadi haqida biroz ehtimol ko'rilmagan ma'lumot berib o'tgan bo'ldingiz. Endi bu Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqtining qurilmasi haqida biroz ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni qancha xizmatchilar, nima ishlarni qilyotdi, shu qurilmasi haqida biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Dünya qurultiyi vaqfi Turkiya Cumhuriyetininki vaqf qurish ommaviy tashkilotlarning qurilish qonuniga asosan qurilgan bir vaqf. Buningki idari organları bir başqurguchi hay'at a'zolarimiz var. Türkçe'de mütevelli hay'at deb qo'ydi. En yüksek organı vakfninki. Bir yerde 11 kişilik bir hay'atni tashkil topgan mütevelli hay'atimiz var. Bunun içinde ziyolilerimiz, ticaretçilerimiz, ondaki cemaat erbapları, o'quvchilar, o'xshash shundoq har sohadan insonlar bor. Birisi hamda boshqaruvchi hay'atimiz, idoriy hay'atimiz var. İdari hay'atimizda 5 kişilik bir resmi idari hay'at a'zosi, 2 kişilik kandidat a'zomuz var. Ondan başka 3 kişilik teptiş hay'at a'zomiz var. 2 kişilik kandidat teptiş hay'at a'zomiz var. Hamda mushu a'zolar bilan birlikda vaqtninki faoliyatlarini elib beryapmiz. Vaqtimizda hozirgacha ishlayotgan va yoki xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz hammaylar xolisona bir shaklda bu faoliyatlarni elib beryapmiz. Vaqtninki hozirgi faoliyatlari hamda ba'zi siyosiy partiya temsilchilari bilan ko'rishish, ondan keyin masalan Volkswagen'ni boykot qildigan dunyo xarakterlik bir faoliyat o'rnashtirgan Dünya Uyg'ur qurultiyining chaqirig'i bilan o faoliyatga Turkiyadagi munosabatlik tashkilotlarimiz bilan bo'lib xalqaro Sharq Turkiston xalqaro tashkilotlar birligininki qarmoqdagi yangi nesil hareketi bilan birlikda o faoliyatni elib bordik. Ondan keyin 2022 Beijing qishliq olimpiyatlarini boykot qilish faoliyatini yana tantarbiya va taraqqiyot jamiyatininki hamkorligida birga bu faoliyatni elib bordik. Uning sirtida xili ko'p qarindoshlarimizga, yurtdoshlarimizga yordam bulunduk ve yardım qiluvchilar bilan yardım aluvchilarni bevosita ko'rishtirib qo'yish orqali ularninki vaqfninki hisobiga kirmay turib bir qism yordamni o'sha shaklda qilingan bo'ldi. Hozir hamda o'quvchilarninki burs talab qiladigan talablarni to'playapmiz. Bular hammasi to'plangandan keyin yana vaqtimizningki idari hay'ati to'planib bir qaror elish orqali bularni qanday bir taraf qilamiz, qaysi shaklda yordamchi bo'lamiz. Ama shunga o'xshaydigan faoliyatlarni elib beryapmiz hozirgacha. Rahmat hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendim. Yuqorida bizga bergan ma'lumotlaringiz asosida biroz Dünya Uyg'ur qurultiyining Turkiyadagi vaqfisiga tonish hosil qilgan bo'ldik. Endi sizga ma'lum, Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan turli munosabatlari yillardan buyon qo'yiq bir shaklda davom qilyotdi. Uning ustida Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysan qatorliq bir qism qurultay rahbarlarining Turkiyaga kirishi uzun yillardan buyon cheklanib kelgan bo'ldi. Bu hammamizga ma'lum sir emas. Bundaq bir ahvolda Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfi degan nomda Turkiyada bir tashkilotni qurish va uni qonuniy tasdiqdan o'tkazish jarayonida besim va to'salg'ular duch keldinglarmi? Shu haqida bir qiyinchiliklarni agar xohlasangiz ekranlarda ko'rinmalar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. To'g'ri, anda abaytimni biraz deb o'tdik Turkiyaninki bo'lib Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlarga yaqinlashishningki sabablarini. Albatta, bevosita bir to'sqinlikqa uchraydigan bir ish bo'lmadi, chunki biz murojaat qilgan vaqtimizdan tortib buni kam tashviq qilmadik. Toki mahkamaninki eng oxirgi qarori chiqib, Turkiya rasmiy gazetasida e'lon qilinib,
bu qurilish tamomlanğıçılık bo'lgan arlıqda buni shu qurg'uvchilar yo boshqa az bir turkum insonlarninki sirtida hamma kishidan biraz maxfiy ilib bordik bu jarayonni. Endi qurilib bo'lgandan keyin ba'zi masalan gazetchi muxbir devagan o'zini bir qism insonlar telefon qilgan bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bazı shundoq bo'lgunchi bir tashkilot ekanligini, buningki bu yerda bundoq bir faoliyatning ilib berilishininki Türkiye'nin qonunlariga xilof ekanligi bu to'g'riliq biz unga kerakli javobni berdik. Agar bu qonuniy bir masalasi bizniki taxtimizdan baxsi advokatlari bor. Advokatlar orqali ko'rishishga bo'ldiganligini. Ondan başqa bizniki bu Dünya Uyghur Qurultayı vakfı shundaqla raqiblar müdürlüğününki nazareti aslında. Ondaki başka İçki İşler Ministerliği ve Türkiye'ninki amanlık qo'g'dash kuchlarininki bularninki nazoratida aslida bo'layotgan bir şey olgandan biz undaq ish bo'lsa albatta buniki adliya tarafidan qilishga tegishli ishlar bu muxbir bo'lish bilan bunchalar ishlarga kirolmaslik kerak to'g'riliq izohatimizni bergan bo'ldik. Dünya Uyghur Qurultayı uzun bir mezgil Türkiye'de biraz siyasilerge to'g'ri bir şekilde tushuntirilmaganligi uchun bir mesafe battı. Türkiye devletininki devlet yetkililer devlet erbapları bilan Dünya Uyghur Qurultayı arasında bir mesafe şekillenip qalgan. Yani pek yaqinchilik qilmaydigan shundoq bir ahvolda albatta biz buningki ma'lum darajada to'sqinlikqa uchrab qilish ehtimolini uzoq ko'rmadik. Bu qilish ehtimoli bor deb qaradik, lekin oxirgi hisobda Dünya Uyghur Qurultayı vakfı nomida bundoq bir tashkilotimiz o'ttirib chiqqan bo'ldi. Bu albatta bizni suyundiradigan, xushal qiladigan bir hodisa. Türkiye devletining asta Dünya Uyghur Qurultayı'ga ve Dünya Uyghur Qurultayı'nınki idarecilerine bo'lgan ko'z qarashininki o'zgarayotganligini ko'rsatdi deb qarasak mı bo'ladi. Endi hurmatli Dünya Uyghur Qurultayı'nınki rais To'lqin Aysa efendimninki Türkiye'ye kirish cheklangan. Ondan başqa bundan burunqi raislardan cheklanganlar bor. Başqa hozir Dünya Uyghur Qurultayı idari heyetining ichida Türkiye'ye kirish cheklanganlar bor. Ham To'lqin Aysa efendimdan Türkiye kirişinin çekilişini kaldırış için mahkemede, idari mahkemede dava açılgan. Yani memuri mahkemede. Bu dava ahırlaştı. Fakat az bir vakit kaldı. Onunki ahırki neticesini ilan kıldığında. Bununki neticesini hazır demey turaylı. İnşallah bunun da yaxşı bir netice çıkıdı dep oylavatımız. Yaxşı bir netice buldu inşallah. Onun sırtında Dünya Uyghur Qurultayı'nınki isminin resmi bir şekilde Dünya Uyghur Qurultayı vakfı isminin resmi bir şekilde Türkiye'nin resmi gazetesi, resmi organları hem yerde bundak bir enge elinişi elbette bizni suyundirdiğin bir hadise. Dünya Uyghur Qurultayı vakfı Türkiye'de kuruldu. Bu vakıf mevcut hech qanday bir tashkilotlar bilan raqobatlashish va ki ma'lum bir tashkilotlarning o'rnini elish o maqsad bilan qurilgan bir tashkilot, bir vakf emas bu. Bu faqat arada bo'sh qolib qolgan ma'lum yani to'liqlash va burun qurilgan barliq Sharq Turkistonlik tashkilotlar bilan albatta fikr ma'lum jihatdagi ko'z qarash birligi bo'lgan prinsipda anlasha oladigan tashkilotlarimiz bilan ish birligi ichida mengishni asos qilgan bir tashkilot. Biz mayli xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, mayli ulamolar jamiyati bo'lsin va yoki Uyg'ur
Akademiyasi vaqti bo'lsin, Sharq Turkiston vaqti bo'lsin, İsa Yusuf Altekin vaqti bo'lsin, Yoshlar jamiyati bo'lsin, shunga o'xshash barliq jamiyatlar bilan işbirligi ichida faoliyat ilib boramiz. Bundan burun qandaq muomalada bo'lib kelayotgan bo'lsa, bundan keyin yana o'xshash shaklda o'zaro hamkorlashish orqali bir-birimizga destek bo'lish, bir-birimizningki kamiyalarini to'liqlash, mushu asosda yana faoliyatlarimizni ilib boramiz. Bu hargizmi ma'lum bir tashkilotlarga yoki bir organlarga raqobat shaklida yoki o'rnini olish shaklida undaq bir maqsad kurulan bir teşkilat emas bu. Biz bütün mesela müşkatımki saylamdı mı 22 Ağustos'taki vekillik sayılmadı mı? Biz Sefaköy rayonunda Şarkı Türkistan yeni nesil hareketininki kolunub kelyapkan yani bir kahvehanesi var. Şu kahvehanesini sandık oy kolunduğan yer kılıp yani işlettik. Onun için mesela bizdeki teklimakat uygun neşriyatımız var. Yani ki şıkandığını işlettik. Dünya Uykultu'ya vakfının ki yerini birisini bir yerde işlettik. Bizdeki sandık 5'de tuğan kıyındaşlarımız Meyle Sefaköy'deki o kıyındaşlarımız olsun. Enver Karim mesela nazaretçi bulup sandıkla ağırlaştık. O Türkler'de Zeytinburnu'da bu nazaretçiler. Ula Tuğde bu Dünya Uykultu'ya vakfının işhansı da nazaretçi bulup Uygur Akademiyesi Vakfı'nınki idari heyeti reisi Örnek Ferhat Tanrıtağlı efendim başına ahırgıçılık nazaretçi bulup ki onun için Ahmet Kaşgarlı kardeşimiz o nazaretçi bulup o devam kıldı. En ahırkı oy reis hanaydıgan vaktıdı mı? Örnek Ferhat Kurban Tanrıtağlı efendim onun için yana Uygur Akademisi Vakfı'nın Şevket Nasır efendim, emmimiz bildiğin cemaat erbabı Tibet Yüce Türk efendim, Ahmet Kaşgarlık efendim, yani bir kardeşimiz muşla emmisi ihtiyari bir şekilde özleri hem nazaretçi bulup hem reis tanışka ketilip ahırki kulası dokulatını tutuşuluk yazıp boğuşu boğarlıkta emmisi şu geç saat 11:20-10 şekilde işini devam kıldı. Bana muşlanın emmisi biz özara işbirlikimizden ki özara birbirimizge bo'lgan ishoncimizning bir neticesi deb qarayman. Rahmat hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendim. Ahırda bu teşkilatlar yani Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatlar ara hamkorliklarni bu yaqinda o'tkazilgan ve ahırlaşkan Dünya Uyghur Qurultayının vekil saylash jarayonini biraz misal qilib keltirdingiz. Bu vaqtdagi savol bilan oxirlashtirsam, bu yil 11 ayning 13-kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayının vekillik saylami 22 avgust, ya'ni yakshanba kuni Turkiyada muvaffaqiyatli o'tkazildi. Masalan, İstanbul'da 3 yerda maxsus saylam sandığı ta'sis qilindi. Bularning ichida siz raislik qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayı vakfining ishxonasi, siz bu navbatda İstanbulda o'tkazgan vakil saylamiga shu jarayonda bosh nazoratchilik qilgan bo'ldingiz hamda. Hem nazoratchilik qilgan, hem siz boshchilik qilayotgan bu Dünya Uyghur Qurultayı vakfining ishxonasini shu saylam rayonlarının birisi qilgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan bu saylamga qanday baho berasiz? Turkiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızning saylamga bo'lgan qiziqishi qanday bo'ldi? Chunki bu Turkiya tarixida tunji qitim bo'layotgan bir hodisa hamdi. Mushu vaqtida o'zingizning bir qarashlarini, qanday bir his tuyg'uga keldingiz? Ekran oldidagi ko'rmanlar bilan bir o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, muhim bir savolni o'tirib qo'ydingiz. Hamda bu haqiqatan Sharq Turkiston tarixida diasporada elib berilgan umumiy Sharq Turkiston xalqininki qatnashishi bilan bo'libmi 30 dan ortiq davlatda birli vaqtda elib berilgan nihoyatda ahamiyatlik bir ish bo'ldi, bir saylam bo'ldi. Hamda bu nihoyat qisqa bir vaqt ichida, ya'ni 7 aydanki o'ttirlarga yaqin shunday bir qaror ilinib 8 ayning 22 kuni, ya'ni 1,5 oydak vaqtda bunday bir saylamni elib berib, buni muvaffaqiyatli oxirlashtirish haqiqatan oson bir ish emas edi. Endi bu yerda vaqtning nihoyat qisqa bo'lib qolishi sababli keng xalq ommasini yetarli darajada ma'lumot sahibi qilish va keng darajada tashviqot elib berish imkoni biroz oz bo'lib qoldi. Endi buning sirtida haqiqatan bu Turkiyada elib berilgan saylam resmi bir davlatninki millat vakili saylimi yoki boshqa shunga o'xshaydigan cho'ng tipli
yoki shahar boshliqlarini saylaydigan saylamlarga o'xshash shu standartlarda elib berildi deb qaraymiz. Hamma kishi o'zininki erkin irodasi bilan ovozini, reyni qo'llandi. Tanıydiganlarımız ba'zi bir kishiga rey berganlar bor, shu bir kishini bildi. Ba'zi birdan ko'p kishiga rey berganlar bor. Hech kimga rey berish kerakligini yoki sandiq beshida bo'lsin va yoki nazoratchilarning endi bo'lsin bir talkinda bulundigan ularga undaq bir ish bo'lmadi zodi. Nayetli demokratik bir şekilde elib berilgan bir saylam bo'ldi. Bu bir başlangıç. Elbette bir ishninki başlash ve onu bir vücutga chiqarish intayin ters. Bir ish boshlangandan keyin onun kamchiliklari, boshqa to'liqlaydigan har xil taraflarini onu ko'rib olamiz. Bundan keyingi qildigan ishlarimiz uchun bizga bir yo'l ko'rsatib berdi. Bu hakikaten tarixga keçidigan nayeti muhim bir hadise deb qarayman men shaxsan. Bulupmu Şarkı Türkistan halkınınki bunundan keyin elip bardigan texmi keng ko'lamlik ve texmi baldu tayyorlangan teşvikatlar orqali kelgusida nayeti dağdığılık saylamlarınki elip berilishiniki bir başlangıcı deb qarayman. Elbette bu bütün Şarkı Türkistan halkımız için ve Dünya Uygur Kurultayı için ve başka her qaysi teşkilatlarımız için bu xayrlik, nəhayət yaxşı bir iş bo'ldi deb qarayman. Hürmetlik Abdurşid Abdülhamid efendim, yuqorida siz aytib o'tganingizdek, mayli Dünya Uyg'ur Qurultayining xalqarodagi xizmatlarining bir parchasi bo'lgan Turkiyadagi har qaysi xizmatlar, mayli saylam bo'lsin, mushunday muhim ishlarda o'zinglarning kuchinglarni qo'linglardan kelgancha qilib kelyapsizlar va shuningdek Turkiyadagi Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisi nomidan siyosiy va bu yerdagi 10 minglagan xalqimizning ijtimoiy krizisini hal qilish yo'lida nurg'ulg'an jafolarni tatib oldirish ishlayapsizlar. Mushundaq oldirishchilik ichida yana qimmatli vaqtingizni ajratib ziyoratimizni qabul qilganligingiz va qimmatli ma'lumotlar bilan ekran oldi ko'rinmalarni ta'minlaganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman ziyorat qilganligingiz uchun va bu Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfi to'g'risida xalqimizni aydınlatganligingiz uchun men ko'p rahmat aytaman. Selamet bulun. Bütün ekran aldığındaki görünmenlerimizden hepsiga tekrar selamlarımı yollayayım. Wa aleykum assalam, sizga rahmat. Hürmetli görünmenler, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qaytamliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.